Assalomu alaykum. Bugun yana bir fayzli bog' aro sayr qilamiz. Har bir bog' o'z sohibining ko'ngli aksidir deyishadi. Bu gapda qanchalik haqiqat borligini bilish uchun biz Marhamat opani suhbatga chorlaymiz. Voy, buncha gulingiz bor ekan, menga ham bering deyishadi. To'g'ri, beraman, qo'limdan kelgancha ko'pchilikka beraman, o'stiringlar deyman, harakat qilinglar deyman, mana shunaqa qilishga deyman. Ekib beraman juda ko'pchiliklarga, qo'ni-qo'shnilarga beraman, harakat qilinglar, o'stiringlar deyman, ularga ham o'rgataman. Juda ko'p odamga o'rgataman. Assalomu alaykum, Gulshaydolari. Uyimizga xush kelibsizlar. Men shu gullarga qiziqaman juda ham. Uyimda nechta sort gul borligini bilmayman-ku, lekin rosa ko'p gullar ekib tashlaganman. O'zim yaxshi ko'rgan mashg'ulotim, sevgan ishim. Pensiyadaman hozir. Qiziqib shu gullarni o'stirib, shu gullarga mehr berib, gul o'stirishga harakat qilyapman. Iloji boricha mana shu 4 sotikgina hovlimizda bor. Undan ham ekiladigan maydoni undan ham kichkina, lekin o'sha maydonni gurkiratib, chiroyli gullar ekib, chiroyliroq yashashga harakat qilaman. Ko'mku maysalarning ichida chiroyli gullar qip-qizil bo'lib ochilib tursa, o'shani yaxshi ko'ramiz, qiziqamiz. Hovuzlarga, baliqlarga qiziqamiz, hovuz ichidagi gullarga ham qiziqamiz. Har xil xona gullariga ham qiziqamiz. Yashil tabiat bari o'ziga tortadi. O'sha tabiatga qiziqib, shu gullarni o'stirib, ko'paytirib, harakat qilib o'tiramiz. Hamma gulni o'zini turpog'i, o'zini tuvagi bo'ladi. Kichkina to'ylarni yoqtiradi gullar, katta to'ylarni yoqtirmaydi. O'zini hammasini alohida turpoq tarkibi bor. O'sha turpoq tarkiblarini to'g'irlab eksangiz, chiroyli natija olasiz. O'shani harakat qilaman, o'sha natija olishga, chiroyliroq o'stirishga harakat qilib, turpog'ini, ozuqalarini yetkazib berishga harakat qilaman. Eng birinchi ko'tarib kelgan gulim kitayskiy roza edi. O'sha gul meni yoqtirmaydi hech o'smadi o'sha gul menda. Lekin qolgan gullar Xudoga shukr yaxshi. Mana gartinzalar o'stiryapman, bugenvillalar o'stiryapman, liliyalar o'stiryapman. Mana orqamda turibdi, juda chiroyli o'sishyapti. Piyon gullari, birinchi olib kelgan gullarimdan piyon gullarim bor. Bahorda juda ham chiroyli ochilishadi. Qizil, oq, bardoviy sortlari bor, ularni ham sortlarini yig'aman, har xil ranglarini yig'aman o'zim uchun. Gartenziya men uchun juda injiq gul bo'lgan, lekin kurashdan tolmaganman. Harakat qilib, Dilorom opa borlar, Zemova, o'shalardan o'rganib, so'rayveraman, telegramlariga kiraman, telefon qilaman. Opa, men bu gulimni nima qilayman, bunaqa bo'lyapti deb harakat qilib, so'rab, sharoitlarini qilib berganimdan keyin endi Xudoga shukr ancha yaxshi o'sishyapti, Xudoga shukr. Men olib kelganman, yerga ekib qo'yganman, tuvagidan chiqarganman, yerga ekkanman. Yo'q, uni yerga emas, o'zini o'sha bitta katta yama qazib turib, chuqur qazib turib, o'sha chuqurga ham o'zini turpog'ini tayyorlab ekishimiz kerak ekan. Nordon turpoq, o'shanga qo'shimcha aralashmalarini qo'shamiz. Archani ninalarini, to'kilgan yerga to'kilgan archa ninalarini olib kelib qo'shib solganman. Perilitlar, vermikulitlar qo'shib solganman. Shunaqalarni qo'shib solib, ekib, ozuqalarini berganda keyin yaxshi natija oldim. Soya tushadi, tokki soyasi tushadi. O'shaning uchun yaxshi o'sishyapti. Yarim soya ham ertalab ozgina quyosh tegib o'tadi deydi. 20 tacha turi bor hozir menda. Har xil beli medvedmi, shunaqa turlari, otlari esimda qolmaydi. Oq ayiq degan turlari bor, Anabel bor. Har xil sortlari bor. Red Baron degan sortlari bor. 10 litr suvga bir qoshiq solaman, limon kislota bilan sug'arib turaman. Issiq havolarda rosa yaxshi. Yaxshi dirkilab, chiroyli bo'lib o'sib turadi keyin. Gartenziya uchun soya joy, kesli turpoq, o'sha o'zini ozuqalari, gartenziya uchun ozuqalari bor. O'shalarni berib turishni tavsiya qilaman. Asosan soya salqin joy. Qishda yirik bargli gartenziyalarni yopamiz ustini. Yopish kerak. Bizani sovug'imiz ayniqsa qaysi yil anomal sovuqda ancha gartenziyalarni urib ketdi. Bir qavat kelyonka yopib qo'ysak,
yaxshi bo'ladi, yaxshi o'sadi. Yozimiz issiq, qishimiz sovuq kelib qolsa, yopib qo'yganimiz ma'qul. Turpoq tarkibida vitaminlar kamayib ketadi. Bundan gullarimiz bargi xloroz bo'ladi, sariq rangga kirib qoladi. U shunaqa paytda temir xelat formulali ozuqa berishimiz kerak. Uni o'zi asosan bahordan berib kelsak, biza o'sha sariq rangga kirmaydi. Boshidan berib kelishimiz kerak, oldindan berib borishimiz kerak. O'shanda shu sariq rangga kirmaydi. Shu gartinzalarni shoxini yotqizib qo'yaman. Yotqizib qo'yganimda naryoq tomondan o'rtasiga turpoq solib qo'yganimdan keyin bu yoq tomonini qirqib olsangiz, bitta ko'chat bo'ladi. U ham 100 ming, 150 ming sotiladi sortlariga qarab. Anabil sortlarini juda ko'paytirish oson. Shoxlarini qirqib ekib qo'ysangiz ham, u ham ko'payib ketadi. Uni ham sotsangiz bo'ladi, tanishlarga bersangiz bo'ladi. Liliyalarni ham endi 5-6 xil turlari bor uyimizda. Ekishga harakat qilaman. Hali ochilmaganlari ham bor. Qo'ng'iroq bo'lib, qavat-qavat ochiladigan sorti bor. Uni kutyapman ochilishini. Turpog'i neytral turpoq. Unga kislik shart emas. Unga men ko'proq fiyalka ekkanim uchun fiyalkam turpoqlardan solganman. Yer yumshoq, go'ngli turpoqlar solingan. Yer kuchli bo'lgandan keyin gullarga kuch beradi, yaxshi o'sib ketadi. O'shaning uchun shunaqa baquvvat, yirik bo'lib o'sib ketdi. Gollandskiy sort bular. Bugunvilya gullarim ham xudoga shukr yaxshi o'syapti. Bugunvillarni oftob tushadigan joyga qo'yish kerak. Iliq suv bilan sug'orib turish kerak. Tez-tez ozuqa berib turish kerak. Kuzda kesib turish kerak. Ozuqasi Chimera Lux beramiz. Keyin gullash uchun maxsus ozuqalar bor, o'shalardan berib turamiz har 10 kun, 15 kunda bir. Eng oddiy, eng oson optoda ana Antovonda ham ikkita katta turibdi. Endi guli tomon bo'ldi. Bahordan beri kattalarim rosa chaman bo'lib gullashuvdi. Gullamasligiga asosiy sabab bitta turpoqda qolib ketsa, soya joyda qolsa, mehrdan qolsa, asosiysi mehrdan qolsa, cho'llab qolsa, baylarini tashlab yuborsa, sug'orib tursangiz ham keyin o'ziga keladi-yu, lekin charchaydi gul. Tez-tez sug'orib, suv rosa yaxshi ko'radi, keyin optoni yaxshi ko'radi, quyoshni yaxshi ko'radigan gul. Hozirgi davrda xrizantemani kutish, gullaganini ko'rish uchun qishi, kuzni kutish shart emas. Hozir bahorda, yozda ochiladigan sortovoy xrizantemalarimiz bor. Xudoga shukr, mana hammasi gullab turishdi. Yerga juda joyim kam. O'shaning uchun to'ylarda tashqarida qoldirishni ma'qul bildim. Isotomalarni ham urug'idan ekib, qishi bilan o'stirib olsangiz, ko'chat qilib olsangiz, o'zingizda juda ko'p bo'ladi. Lekin men hozir bularni bozordan olib kelganman. Eustoma. Bahordan kuzgacha gullaydigan atirgul shaklidagi juda ham chiroyli ochiladigan gullar. Men ekilgan sotib olmadim. O'zim olib kelib, shu tuvaklarga o'rnatib ekib chiqdim. Rosa g'unchalardi. Men olib kelganimda kichkina edi, hozir rosa g'unchada. Hali bundan ham xudo xolasa chaman bo'ladi. Yonlaridan gul beradi, yonlaridan g'unchalar berib yana shunaqa o'sadi chiroyli bo'lib. Geralar, petuniyalar kuzgacha rosa shapka bo'lib oladi, osilib o'sadi. Kuzlarda tug'ilgan kunlarimiz bor, o'tirishlar bor, o'shalarda juda katta shapka bo'lib, osilma shundoq bo'lib osilib yotadi o'sha payt. Piyonlarim bor hovlida. Atirgullar bor har xillari, mana vyushi sortlari bor. Chirmashib o'sadigan atirgullarimiz bor mana. Klimatislarimiz bor mana u orqada. Arkalarda ham borki, u orqada hozirchalik ochilib tugadi. Ochilib bir tomon bo'ldi. Endi yana xudo xolasa ochiladi. Klyolla bor, har xil lola bo'lib ochiladigan daraxtli magnoliya gullarimiz bor hovlimda. Har xil gullarim bor.
juda ham yaxshi ko'raman hovuzdagi kushinka deymiz, nilufar gulimiz juda ham yaxshi ko'raman. Qiziqib o'stiryapman hozir 2-3 yillardan beri bormanda. Tuvakka ekib, turpog'iga toshlarni qo'yib chiqaman-da, keyin hovuz ichiga solib qo'yaman. U gulli ham o'ziga yarasha anaqasi tabiati bor ekan, tagida baliqlar yursa, qurvaqalar bo'lsa, yaxshi o'sar ekan. Shuning uchun baliq, endi hovli tor bo'lgancha qurvaqa salomadik. Bu tabiatni bitta bo'lakchasi. Sharoit yaratib berishimiz kerak. Sovuq kunlarda ustini yopib qo'yaman, baliqlar qoladi, ichida qoladi. Baliqlar ham qishlaydi, gullar ham qishlaydi, muzlaydi. Ozgina joyini yorib qo'yamiz. Qarab turamiz, e'tiborli bo'lib turadi doim. Muzdaydan yana uyg'onib chiqishaveradi o'zligi. Aglanima gullariga ham juda ham qiziqaman. Juda ham meni qiziqtirgan Ibrohim degan aglanimachi bola qiziqtirdi bu gulga. Qizil ranglilariga, shu gigant bo'ladigan sortlariga juda ham qiziqdim, katta bo'ladigan sortlariga. Ularni ham juda ham yaxshi ko'rib parvarish qilaman. Tez ko'payadi, u ham tegidan bijillab chiqib kelaveradi. Tegidan chiqqanlarini sotsangiz ham daromad topar ekansiz. Injiq gul emas, soyada ham, yorug' joyda ham yaxshi o'sadigan, odam e'tiborini o'ziga tortadigan, uyingizga mehmon kelganda voy devoradigan gul. Shunaqa deb o'ylayman, yaxshi gul. Xona gullarimdan antiurumga juda ham qiziqaman. Antiurum gul qip-qizil bo'lgancha o'ziga juda tortadigan gul. Eshigingizdan birov kirib kelsa ham, mehmonlar kirib kelsa ham o'ziga jalb qiladigan gul. Yorug'ida turgancha ranglari tiniq chiqadi. Gullari eskiraversa, ko'karib ketadi, qirqib olib tashlayman. Ozuqalarni berib turaman, iliq suv beraman doim. Ozuqasini berib turaman, tez-tez gullaydi. Umuman gulsiz qolmaydi. Doim gulda turadi. Yil 12 oy gullaydi. Guzmaniya gulimiz yillab ochiladi, yillab turadi. Bola beradi, bolasi 4 yilda katta bo'lib, mana shunaqa bo'lib ochiladi. Bu hozir 1 oydan oshdi turganiga, suvi kam talab qiladi, tepasidan sug'oriladi, gulini ichidan suv ichadi. Gullarga hech qachon muzday suv bermaslik kerak. To'yda gul iliq xona haroratidagi suv beriladi. Agar sal issiqroq suv berilsa ham foydali gullarga. Ildizlari uyg'onib o'zini tiklab olishiga. Qaynoq issiq yozda ham muzday suv berilmaydi. Qo'lida turgan, mana masalan men basseyndan olib quyaman. Bolalar cho'milmagan paytda toza turadi suvlarimiz, o'shanda olib quyaman. O'shanda cho'miltiraman, iliq suvga cho'miltiraman, iliq suv beraman doim. Muzday suv bersangiz, isib turgan tomirlar muzday suvda chirib ketadi. Oltin qoidasi, suv berish qoidasi bor. Eng asosiysi shu, joyini topib berishingiz kerak, keyin suv berishni bilishingiz kerak. Oltin oraliqda bilishingiz kerak, qanaqa payt suv berishni bilishingiz kerak. Tilini bilishingiz kerak. Yozda kunduz kuni suv bergan yaramaydi. Yoz paytimiz mana kechki tomon suv berishimiz kerak gullarga. Kechki tomon iliq suvlarni berib qo'yganimizdan keyin ular kechasi bilan o'zini havo bilan birga moslashib sovib, yana ertalab havo bilan isib keladi o'zicha. Agar kunduz kuni issiq bo'lib turgan gullarimizga tanasi, tomirlari isib turgan gulga muzday suv berib qo'ysangiz, u shalvirab qoladi, bo'shashib qoladi. O'sha ildiz ketdi-da, ildiz chirib qoladi. Bir kun shunaqa to'g'ri kelib qoldi, pul kerak bo'lib qoldi, sotdim. 2-3 kun ichida 13 million, 15 millionga sotdim gullarimni, tez sotishga to'g'ri kelib qoldi. Lekin hammasini men o'zimga qalamchalarini olib qoldim. O'sha narsa yana tiklandi menda. Qanaqadir vaqt oralig'ida, endi 1 yilda bo'lgandir. Qo'limda u narsa, men o'zimga ishonaman, sotib yubordim, pul kerak bo'lganda, lekin yana o'sha narsani qaytaman tikladim. Shuncha gul, bunga ozuqa beryapman, boqyapman, bular ko'payib ketyapti, to'yiga sig'may ketyapti. Tegidan bolalarini olib, masalan, bitta katta to'yini 500 ming, 1 millionga sotasizmi? Katta gullarni. Uni tegidan 2-3 ta maydasini olasiz deb, buyog'ini sotib yuborasiz. O'sha maydasi 1 yildan keyin yana o'shanda bo'ladi. O'zimning tajribam bo'yicha qarasam, o'sha 1 yilda yana o'sha narsani tiklab ola olmayman. Pulingiz ko'payadi. Qishloq joyda odamlar
puliga mol oladi, boqadimi, ko'paytirib o'shani sotadimi? Biz mana shahar joyda kichkina hovlida nima qila olamiz? Mol boqa olmaymiz, tovuq boqa olmaymiz, quyon boqa olmaymiz, tor hovli hidlanadi, boshqa qiladi. Mana oddiy ayollar uyda o'tirib ham kichkina joyda, kichkina hovlida mana shunaqa ish bilan shug'ullansa ham oilasiga pul topadi, o'zi uchun, mana ayollarimiz yurishi uchun, boshqa uchun pul topsa bo'ladigan kasb deb o'ylayman. Faqat harakat, ozgina mehnat, e'tibor bo'lsa ayol kishida shu narsani qila oladi. Gulni sevgan odamning yuragi toza bo'ladi. Gulni sevgan odamning dili pok bo'ladi. Gulni sevgan odamning xonadoni fayzli bo'ladi. Qimmatbaho uyi bo'lmasa ham, qimmatbaho mebellari bo'lmasa ham, uyingizda chiroyli gullaringiz ochilib tursa, juda ham chiroyli kayfiyat baxsh etib turadi. Masalan-da, menga mana shu tomonlari yoqadi. Ayollarimiz latofatini ko'rsatib turadi. Har bir bekani, uy bekasini husni bilan emas, latofati bilan ko'rsatib bera oladi gullar deb o'ylayman. Meni fikrim shunaqa. Umrimni shu narsalarga bag'ishlayapmanki, meni hayotimning mazmuni bor deb o'ylayman. Mendan keyin bitta bo'ston qolsa, oilamga meni eslatib turadi. Bitta ekkan daraxtim, bitta ekkan gulim, mana bu onamning guli edi. Mana bu qaynonamning guli edi deb meni eslashsa, men shuncha xursand bo'laman masalan. Yaxshidan bog' qoladiganim shu bo'lsa kerak, menimcha. Mana bu hovli gullaridan tashqari eng sevgan gulim bor. Hozirlar yerto'lamga olib tushaman. Qolgan gaplarni o'sha yerda gaplashaylik, u gullarni tomosha qilinglar. Mana bu meni fiyalka xonam, meni bog'im, eng sevimli gullarim, fiyalkalarim bular. Men bu gulni juda ham yaxshi ko'raman. Meni mashhur qilgan mana shu fiyalkalar bo'ladi. Fiyalkalar bo'yicha juda ham ko'p tajribaga egaman. 10 yillardan beri men bu gulni o'stirib kelaman. Bu fiyalkalarni 10 mingdan oshiq navlari bor. Hamma navini yetishtirishga kolleksionerlarning qurbi yetmaydi. Uning uchun juda katta joy, juda katta mehnat talab qilinadi. Menda hozir 2000 dan ortiq masalan turlari bo'lsa kerak. Bularni men juda ham yaxshi ko'rib o'stirganman. O'zim sevgan sortlarni yiqqanman. Navlarini hammasini oti bor. Masalan, bu qo'limdagi gulim Ava Волшебство sorti. Ava bu pristavkasi. Otini oldida turadigan bu gulni yaratgan kolleksioneri ismi bo'ladi. Волшебство deb ism berilgan. Bu yangi sortlarimizdan mana juda ham chiroyli gullab turibdi. Asosan bu fiyalka gulimiz yil 12 oy gullaydi. Yozda ham, qishda ham doim gullab turadi. Shuning uchun bu gullarimiz doim gullar ichida birinchi o'rinni egallaydi. Men uchun nima deganda bu doim gulda turadi. Bu fiyalka xonamda har doim fiyalka bo'lgan, hech qachon ochilmagan fiyalka qolmagan. Hamma fiyalkalar ochilib turadi. Bu fiyalkam norvejskiy liliya navi. Bu juda uzoq gullab turadi. Gullari uzoq turadi. O'rtasi oq, chekkasi bayrang bo'lgani uchun bunaqa sortlarimiz juda uzoq gullab turadigan sort hisoblanadi. Shuncha gulni men qanaqa qilib sug'oraman degan savol tug'iladi. Bu fitil usulda sug'oraman. Mana tagiga to'qiydigan ip qo'yganmiz. Shu idishga shu ipini solib qo'yamiz. Mana shu holatda bu idishdan bu gulimiz suv ichib turadi. Buni fitil usul deyiladi. Agar menga tushunmasanglar, fitil usul deb internetga yozilsa chiqadi. Qanaqa qilib ishlashi, qanaqa qilib fitil o'rnatishlari internetda ham ko'rsatilgan. Yoki menga murojaat qilsanglar, yana o'zim yana qayta tushuntirib beraman. Fiyalka gullarimizni soni juda ham ko'p. Qiziqqanim uchun har xil ranglar, har xil navlar qilib o'stirganman. Mana bu fiyalkamizni baylarning chekkasi oq. Buni chekkasi oq bayliklarimiz juda ham xaridorgir. Sovuqroq havoni yoqtirishadi. Xona haroratimiz 21, 22, 23 gacha bo'lishi kerak. 25 dan oshib ketsa bu gullarga juda qiyin bo'ladi. O'sishga qiynalib qolishadi. Katta fiyalkamizni gullatish uchun hech gullamayapti deganlarni e'tiboriga gullatish uchun kichkina tuvak
eng katta to'y buning uchun 8,5 santimetrlik to'ycha bo'lishi kerak. Bular uchun mana shu to'y normal to'y hisoblanadi. Bundan kattasi kattalik qiladi. Bundan katta to'yda fialka gulimiz gullamaydi. O'zini turpog'i torf bilan penoplast yo perilit aralashmasi bo'lishi kerak. Turpog'i, keyin ozuqa berib turishimiz kerak. Gullatish uchun degan hamma ozuqalar to'g'ri keladi fialka guliga gullatish uchun. Keyin yorug'lik juda ham ahamiyatga molik narsa. Yorug'ligimiz mana svetlar qo'yilgan hammasiga, hamma stelajlarimga svet o'rnatilgan hamma polkalariga. Tabiiy yorug'likda ham derazalarning oldida ham gullaydi. 12 soat, 14 soatlik yorug'lik bo'lsa, bular shapka bo'lib gullab berishadi. Mana mendan ko'pchilik barg olishadi. Masalan, bittagina mana barg, mana shu bayni men 5 mingdan sotaman. Bu bayni mana bunaqa kalta qilib uzib olamiz, lezvada. Mana shunaqa kalta qilib uzib olinadi. Keyin xuddi mana bunaqa sharoitda ekiladi. Stakanchikka kamroq turpoq solinadi. Mana shunaqa sharoitda ekiladi. Bu bagimiz 2 oy deganda mana bunaqa detka beradi. Detka deganda boy bitta o'sha ekkan bagimiz mana shunaqa bolachalar beradi. Bu yerda kamida 3 ta 4 ta bolacha bor. Mana bu bolachalar sal kattaroq bo'lgandan keyin ajratsa, bitta baydan 3 ta 4 ta bola beradi bu. 3 ta 4 ta fialka degani bu. Bu yerda ona bayi oldida katta bo'lib yetilib olgandan keyin, mana bu holatga kelgandan keyin bularni ajratib, mana bu holatda bittadan ekib olamiz. Har bitta tuvakka, har bitta kichkina stakanchikka bittalab ekib olganimizda mana shu holatda bo'ladi. Mana shu holatdagilarni men sotuvga chiqaraman. Bular 15 mingdan sotiladi menda. Bundan saqal kattaroq bo'lgandan keyin o'sha katta tuvakka ekiladi. Bu hozir yetilgan fialka bolalari hisoblanadi. Bu sotuvga tayyor fialka bolalari. Bu detkamiz sotilgandan keyin odamlarning qo'liga borib, qizlarimizning qo'liga borib, mana bu shaklga keladi. Bu shakl startyor bo'ladi bular. Startyor degani tayyor yetilgan gul degani. Buni biz katta tuvakka ekamiz. Mana bunaqa tuvakka olsak bo'ladi bu gulni. Bu gulimizni bu tuvakka o'tkazganimizdan keyin gulga kirishga tayyor gul hisoblanadi. Bitta bagimiz gulga kirguncha 1 yil vaqt ketadi. Bitta ochilgan, yetilgan gulingizni 60 mingga sotasiz. 60 ming, 70 minggacha sotiladi bitta katta gulimiz, bitta katta fialkamiz. Ko'tara berilsa 50 ming, 60 ming beraman. 50 mingdan ko'proq sotganman ko'taraga. Masalan, bitta bagiz 4 ta bola bergandan keyin, u 4 ta detkangiz ko'paysa, 4 ta katta gul bo'ladi. 4 ta katta gulni sotsangiz bitta bagiz nech pul bo'ladi? 5 mingga olgan bitta bagiz 200 ming pul tashab ketadi. Bu gulimizni parvarishlari haqida, bu gulimizni ozuqalari haqida, bu gulimizni gullatishlar haqida, xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarda yana boshqacha tushuntirishlari bor. Dorilar sepishlari haqida, hasharotlar bilan kurashishlar haqida boshqa ko'rsatuvlarda yana gapirib o'taman. Bu ko'rsatuvni kuzatib borsangiz, shu haqida ko'proq ma'lumot berib boraman, xudo xolasa.